Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Yo'ldosh Qandoy ikkinchi yo'ldosh. Bugun odatdagi operatsion kunimiz. Mana kabinetdan turib, sekin o'zimni sertifikatlarimni ko'rsatib ketyapman. Mana bu yerda o'zimni bejiklarni ko'rsatmoqchiman. Konferensiyaga borganlarim deyarli hammasini to'plaganim yo'q. Ya'ni постоянно bilim olamiz, o'rganamiz va bemorlarga tajribada ishlatamiz. Bemorlar bizdan shuni yaxshi oladi. Mana bu bizni koridorimiz. Mana bu operatsion kun faqat kasallarni operatsiya qilamiz, shuning uchun kasallar chaqirmadik. Mana ko'rib turganlaringdek bu yerda mana bu UZI apparat. UZI apparatimiz professional Logic B9 3.3 amerikanskiy hisoblanadi. Bu 3 ta kabinetlar kelganlar bilishadi. Moskvadagi bo'lgan bizning nimamiz, отделениямыз va mana kabinet konteynerida kabineti. Va koridor bilan shunaqasiga sekin turib operatsioniga yo'l olamiz. Bu bizning retsepsiyonimiz. Sizlarga kelganlar mayligina minibar va mana shunday qilib hozir men operatsioniga va o'zimga sal nazar solib qo'yaman. Kabinet konteyner va mana operatsion blokka yo'l oldik. Bu xirurgicheskiy отделение. Bu yerda VIP palatalar va boshqa palatalar bor va biz hozir mana operasionda o'sha operatsiya bemor tayyorlashyapti. Biz esa qo'limizni yuvib hozir bemorni operatsiyaga kiramiz. Mana birinchi operatsiyamiz bizda hozir mikrotez operatsiyasi bo'ldi. Bu yerda o'rinlar, ya'ni azospermiya o'rinlar 0% o'rinlarni topdik, muzlatib qo'ydik. Ko'rib turganlaringdek mana bu yerda hozir men embrionni oldida o'tirib o'zim bittadan-bitta tekshiryapman, ya'ni ko'rib eshitib turibman, что urug'lar topildimi, topilmadimi. Urug'lar topildi, alhamdulillah muzlatib qo'ydik va bu operatsiyamizni tugatdik-da va ikkinchi operatsiyaga anchadan keyin tayyorgarlik ko'rib, o'sha ikkinchi operatsiyani boshlab oldik. Ikkinchi operatsiyamiz varikotseliya operatsiyasi. Bilasizlar, varikotseliyani biz juda ko'p qilamiz, lekin ko'rsatma bilan, asos bilan. Buning uchun mana yangi shogirdlar ham kelib qo'shilib qoldi. Ularga ham shu operatsiyani qanday qilishni o'rgatdik va operatsiya juda yaxshi o'tdi. Va uchinchi operatsiyamiz esa ligamentotomiya. Bu yerda mana qo'limizni yuvdik. Yana boshidan hamma operatsionni qo'lda yuviladi. Operatsiyadan keyin yana tayyorgarlik ko'riladi va ana shunday qilib bemorlarni operatsiya qilamiz va mana operatsiyani boshlab oldik va operatsiyadan keyin bu ligamentotomiya jinsiy holat, bemorga o'sha jinsiy holatni mayda katta qilish operatsiyasi 3 santimetr katta bo'ldi va mana shu bizda bugungi 3 ta operatsiyalar o'tdi. Juda hammasi muvaffaqiyatli o'tdi. Bemorlar xursand. Jinsiy holatni katta qilish operatsiyalari do и после, ya'ni oldin keyinchalik surat olganmiz operatsiyadan oldin va keyingisini Telegram kanalimga qo'yganman. Обязательно bizga obuna bo'ling va bu operatsiyani tugatib studiyaga yo'l oldik. Sizlar uchun o'zimni подписчиklarim uchun video syomat qildik. Mana shunday tarkibda, ya'ni bu yerda mana video syomat qilyapmiz. Studiyada professional bo'lgan holatda va sizlar uchun mana shunday yangi mavzularda yana so'zlab beramiz va yangi mavzular chiqadi, xudo xolasa. Va hozirda esa yana yangi videolarni tayyorlashda davom etamiz. Va sizlarga hammalaringga omad tilab qolamiz. Bizga obuna bo'ling, like, kommentariya bosing. Sizga yoqqan bo'lsa va mana shunaqa muammolar bo'lsa bizga murojaat qilishingiz mumkin. Moskva, Toshkentda qabul qilamiz. Salomat bo'ling. Jungle.